Miyangiz qarib borayotganligini bir nechta belgilari, sabablari va uni qanday yechim berish kerakligi haqida ushbu videoda sizga to'liqroq, podrobniroq ma'lumot berib o'tamiz. Ungacha kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. Miya 10 yoshda ham qarishi mumkin, 50 yoshda ham qarishi mumkin. Yoki bo'lmasa 80 yoshgacha ham qarimasligi mumkin. Shuni bilib oling. Xo'p, o'zi zamon rivojlangan sari, ijtimoiy atrof muhit rivojlangan sari o'z kasalliklar ham rivojlanib boradi parallel ravishda. Ya'ni faqat tibbiyot rivojlanib yoki bo'lmasa zamon umumiy boshqa yo'nalishlar ham rivojlanib, kasalliklarga yechim topilib, kasallik pasayib ketavermaydi. Yo'q, azizlar. Rivojlangan sari parallel ravishda kasalliklar ham rivojlanib boradi. Xo'p, endi asosiy oxirgi paytlardagi, mana shu rivojlanish asridagi eng ko'p uchrayotgan muammolardan bittasi bu bosh miya bilan, ya'ni xotira bilan bog'liq muammolar. O'zi insonda ikki xil xotira bo'ladi. Qisqa muddatli va uzoq muddatli xotiralar. Ko'plab bemorlarimiz xotira va diqqat tushunchasini bir-biridan ajrata olishmaydi. Bemorlarga tushuntirganimizda, to'g'ri, keyin o'zida kechgan bo'lgan voqea hodisalarni eslab ko'rib, keyin bizga diqqat bilan xotira haqida tushuncha paydo bo'lgandan keyin uni yo'q, menda xotira bilan bog'liq emas, diqqat bilan bog'liq muammolar bor ekan degan xulosaga kelishadi. Xo'p, buni bir-biridan ajratib tushuntirib beraman. O'zi aslida xotira bilan bog'liq, ya'ni holatlar, ya'ni xotira pastligi, eslab qolish holatlari aynan bu kasallik sifatida qaraladi. Diqqat pasayishi esa bu belgi, o'sha xotira pasayishini asosiy bitta belgisi hisoblanadi. Endi eng ko'p uchrash holatlari hozirgi paytda xotira bilan bog'liq muammolarda birinchi sababi bu diqqatning yo'qligi hisoblanadi. Nima sababdan hozirgi paytda yosh insonlar ham, o'rta yoshli ham, katta yoshli insonlar ham xotira bilan bog'liq murojaatlar ko'payganligini ko'rsatmoqda. Sababi informatsiya ko'p asrida yashayapmiz. Hozir statistikada 12 yoshdan oshgan O'zbekiston aholisini 90-95% aholisida telefon borligini tasdiqlamoqda. Bu albatta juda ham katta ko'rsatkich. Endi telefon bor inson xohlaysizmi yo'qmi, ijtimoiy tarmoqlarga kiradi. Ijtimoiy tarmoqlarga kirdi degani har bittasini o'zini e'tiborga jalb qilish kanallar, postlar, videolar, har xil o'yinlar va boshqa inson uchun zararli va foydali bo'lgan informatsiyalar juda ham ko'p, haddan tashqari ko'p. Unga hamma inson ham ma'lum bir chegaralar qo'ya olmaydi. Sababi iroda kuchi yetmaydi. Shuning uchun bu holatda asosiy urg'u haddan tashqari miyamiz qabul qilinayotgan, kundalik qabul qilinayotgan informatsiyalar haddan tashqari ko'paydi. Masalan, siz tasavvur qiling, o'zingiz mana hozir telefoningizni bitta tekshirib ko'ring. Telegramingizni, Instagramingiz bo'lsa Instagramingizni va YouTubeingizni. Bir kunda o'rtacha necha soat vaqt sarflaysiz va qachondan boshlanadi u vaqt sarflash? Ertalab uyqudan uyg'ongandami yoki obeddanmi yoki kechqurunmi? Va nechta kanallarga obuna bo'lgansiz? Har bitta kanalda nechta yangiliklar keladi? U ijtimoiy tarmoqni va internetni nazorat qilayotgan psixologlar, bizdan yuqorida turganlar, har doim o'ylaydi, insonni nima qilsak, insonni e'tiborini jalb qilamiz deb. Endi insonlarda bir-biriga bo'lgan muloqot kamayishi va har xil og'riqli hislarni insonda o'zida his qilmaslik, har xil logik ma'lumotlarni, ya'ni logichni o'ylamaslik, o'rtada ikkita yarim sharlarni o'rtasida komissural yo'llar bor. Shu korpus kallozum deydi. Shu o'rtadagi bog'lamlar buzilgan sari, ya'ni uzoqlashgan sari xotira pasayib ketaveradi. Endi biz u informatsiyalarni har bittasini qabul qilganimizda biz analiz va sintez qilib biz javob berishimiz kerak. Ya'ni reaksiya bildirishimiz kerak. O'shanda birlamchi xotira ishlanib, uzoq muddatli xotira, qisqa muddatli xotirada ishlanib,
uzoq muddatli xotiraga o'tkazilishi mumkin. Foydali deb bilsak agar. Hozirgi paytda insonlarda o'sha informatsiyalar ko'payganligi hisobiga kundalik qo'yilayotgan, masalan, doktor dedi, kechqurun ichgan dorimni joyini unutib qo'yaman yoki bo'lmasa telefonni yoki televizor pultini. Kundalik tasavvur qilyapsizmi? Kundalik ishlatiladigan voqea, hodisalar yoki narsalarni unutib qo'yish holatlari juda ham ko'p. Bu sizda ham uchraydi. Endi shu holatda nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p, Avstraliyada birinchi marta butun dunyo bo'yicha 16 yoshgacha bo'lgan bolalarda ijtimoiy tarmoqlarni cheklash davlat darajasida olib chiqilib, bu joriy qilindi. Bu juda ham katta yutuq. Endi boshqa bir nechta davlatlar shu taqiqlarni joriy qilib boshladi. Insonni diqqatini oshirish kerak bo'ladi. Mana shu telefon va gadjetlar, kompyuter informatsiyalarni, kundalik qabul qilinadigan informatsiyalarni cheklash kerak bo'ladi. Xo'p, siz o'qituvchisiz, siz doktorsiz, yurist, marketolog va boshqa yo'nalishlarsiz. Endi o'sha informatsiyalarni qabul qilishingiz kerak. Agar uni qabul qilmasangiz, siz rivojlanishdan orqada qolishingiz mumkin. To'g'ri, lekin bir kunda 100 ta, 200 ta, 500 ta, mingtalab informatsiyalarni qabul qilish kerak degani emas. Xo'p, endi bu holatda bir narsani aytaman. Informatsiyalar kirishini, ya'ni inson miyasiga qabul qilishini cheklash kerak bo'ladi. Bitta cheklab ko'ring, natijani ko'rasiz. Keyingi holatlar bu qisqa ko'rilayotgan shorts videolar va Instagram reelslar va qisqa soniyali videolarni, har xil emotsiyada sotilayotgan videolarni kamaytirish, cheklash. Bu ham insonni diqqatini joyiga olib keladi. Ya'ni miya qaytadan obnovleniya bo'ladi. E'tibor bering, bunga amal qilish ham insonni diqqatini oshiradi. Diqqat oshdi degani xotira o'z-o'zidan oshdi degani. Sinab ko'ring, albatta bu natijali bo'ladi. Keyingi holat hozir 20 yoshdan 40 yoshgacha oraliklarida insonlarda dangasalik kasalliklari yuzaga kelgan. Ya'ni kechqurun choyxonaga borsangiz, choyxona to'la. Hammani 5 ta 10 ta kurugi bor, qisqa kuruglari. Xo'p, har haftada 2 marta yoki o'rtacha 1 marta choyxona bor, qo'pol qilib aytganda. Endi ular so'rasangiz, o'zi xotirani kuchaytirishim kerak, xotirani yaxshilashim kerak deb ishtiyoq, xohish bor, lekin unga qadam tashlash yo'q. Buni qadami nimadan boshlanadi? Birinchisi bu uyqu rejimiga rioya qilishdan boshlanadi. Ya'ni 7-8 soatlik uyqu har qanaqa vaqtdagi emas, bu asosan kechqurungi 10:30-11 dagi, oldin faqat 10 dagi uyqu deganmiz. Hozir rivojlanish asrida 10 da uxlash sal qiyinroq, lekin biz maksimum nyuanslar bor, shunaqa hech bo'lmaganda 10:30-11 deymiz. Xo'p, shu vaqtdagi uyqu va ertalab 6 gacha bo'lgan oralikdagi uyquni maksimum tana his qilish kerak bo'ladi. O'shanda miya o'zini qurilish funksiyasi, neuroplasticity, ya'ni nerv tiklanmaydigan noto'g'ri tushunchalarni biz uyquni to'g'rilab ham yechim bersak bo'ladi. Miyamizni, nerv sistemamizni tiklab, nerv tizimini tiklab, xotirani, diqqatni oshirsak bo'ladi. Keyingi holat bu ovqatlanish rejimi. Yong'oq mahsulotlarini, omega 3 mahsulotlarini profilaktik maqsadda yeyish ham xotirani, diqqatni oshishiga sababchi bo'ladi. Keyingi holat bu bir kunda 30 daqiqa, minimum 30 daqiqa yengil sport bilan yoki bo'lmasa yurish bilan shug'ullanish insonning miyasini 15% gacha kislorod bilan ta'minlanishini oshirish mumkin. Bu ham mana shu 3 ta holat, kundalik 3 ta holat. Uyqu rejimi, ovqatlanish rejimi va sport bilan, yengil sportlar bilan shug'ullanish albatta xotira diqqatni yetarli darajada, ya'ni shu holatlar xotirani samarali darajada oshirib beradi. Bu albatta ilmiy adabiyotlarda sinalgan. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.